Assalomu alaykum. Bugungi mijozimiz zakazlarni tayyor qilib berdik. Honda 225 avtomobilimiz uchun. Xo'sh. Ko'rishimiz mumkin. Akkuratniy, chiroyli bo'lib chiqdi. Seri, akantovkasi qora, premium klassda bular. Hammasi. Orqa qismini ko'ramiz. Orqa qismlarimizga ham e'tibor beramiz. Juda ham chiroyli va akkuratniy bo'lib chiqdi. E'tibor berishingiz mumkin. Bortiklar hammasi idealniy, один к одному kelgan. Keyin bitta narsasiga e'tibor beringlar, har doim polik o'tganda mana bu qismimizga. Orqa qismimiz agar ko'tarilib ketib qolsa, mana bitta воздушныйimizni havo chiqmay qolishi mumkin. O'shanisiga ham e'tiborliroq bo'linglar har doim. Xo'p, endi yon qismlarni ham bitta ko'rsatib o'taman. Yana bitta bu qismimizdan ko'rinishini ko'ringlar. Cho'tki, akkuratniy ishlangan. Oldi qismimizni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Oldi qismlarimizni ham ko'ramiz, один к одному kelgan. Baho berib o'tamiz.